Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan TradeWay kanali. Bugungi video roligimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida pul ishlash haqida ko'rib chiqamiz. Demak, saytga kirganimizdan keyin biz birinchi bo'lib registratsiya va verifikatsiyadan o'tib qo'yishimiz kerak. Keyinchalik pul kiritish, pul chiqarishda hech qanaqa muammo bo'lmasligi uchun. Demak, bu sayt silkasi bizning Telegram kanalimizda va YouTube kanalimizda ham bor, bemalol olishinglar mumkin. Agar shu trading sohasida har xil pul ishlash yo'llari qiziq bo'lsa, bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Silkasi video opsiyasida bo'ladi. Demak, biz har doim bozor holatiga qarab strategiya qilamiz deymiz. Sizlarga har doim aytib o'taman. Aniq bitta strategiyaga ishonib qolmanglar yoki indikatorga biz birinchi bo'lib kirib bozor holatini kuzatishimiz kerak. O'sha bozor holatiga qarab bemalol сделкаlarga kirib biz pul ishlashimiz mumkin. Demak, ko'rib turganinglardek Outcad biz OTC valyuta birligidamiz. Bu yerda уровень поддержка, уровень сопротивления bo'lgan va уровень поддержка mana ko'rishinglar mumkin. Bu yoqqa tushib ketgan. Hozirga liniyalarni chizib ko'rsam, agar bizga yaxshi точкаga kelib qolsa, bozor keyin bemalol сделка ochishimiz mumkin. Demak, bu yerda ham уровень поддержка bo'lgan va hozir сопротивлениyaga aylanib ketgan. Biz yana bitta liniya tushirishimiz kerak. Mana bu yerda yana bizning bitta liniyamiz bor. Mana shu liniyada bozor yaxshi harakat qilgan. Demak, yaqinlashtirsak ko'rib turganinglardek bozor sekin mana shu liniyaga qarab ketyapti. Lekin bizda понижающий trend bor, chunki bozor bu yerda ozgina koridor bo'yicha yurgan, koridorga tushgandan keyin bozor pastga qarab yurib ketgan. Demak, hozir sizlarga luch chizib ko'rsatib beraman, ya'ni понижающий trendni ko'rsatib beraman. Mana bu yerda bozor bizga pastga qarab harakatlanishni boshlash kerak. Kelinglar pastdagi liniyaga tegish uchun biz 1 daqiqaga bitta pastga qarab сделка ochib qo'yamiz. Nega desanglar, понижающий trend bor, trend bo'yicha bemalol biz сделкаlarga kirsak bo'ladi. Agar bu yerda bizning сделкamiz minusga yopilsa, bemalol bu valyutni parani tashlab boshqa valyutni paralarda yaxshi holatlarni kuzatishimiz kerak. Demak, bizning уровень сопротивлениягagacha bozor borishi ham mumkin. Agar bu yoqqa tegsa, uje biz uверенно yana bitta pastga qarab сделка ochishimiz mumkin. Demak, hozirda bizning понижающий trendimizni bozor urib o'tib ketdi. Сделкamiz yopilishiga 30 soniya qoldi. Videoni tezlashtirib natijasini kuzatamiz. Mana сделкamiz yopilishiga ko'rib turganinglarda 2 soniya qoldi. Bu сделкamiz bizga minusga yopildi. Bozor mana shu liniyamizga tegib ko'rib turganinglarda yaxshigina pastga qarab yuraverdi. Endi yana bitta shu liniyaga qarab harakatlanyapti. Keyingi сделкamizni biz minusni qoplab yaxshiroq daromadga chiqish uchun $60 ga ochamiz. Nega 3 barobar ko'p ochdik? Chunki mana bu liniya bizga yaxshi reaksiya beradigan liniya bo'ladi. Demak, bu liniyani ozgina atkat qiladi. Mana shu liniyadan ozgina ko'tarilgandan keyin bozor yana pastga qarab tushib ketadi. Demak, shu bo'yicha biz сделкаga kirdik, bozor sal teparoqda сделка ochgandik va bozor bizga pastga qarab yurishni boshladi. Demak, bu yerda luch liniyamizni olamiz, ya'ni понижающий liniyani ko'rsatib turgan liniyamizni olib tashlaymiz va ko'rib turganinglardek bozor soya qoldirib katta pastga tushib ketdi. Kelinglar, hozir mana shu сделкamiz natijasini tezlashtirib kuzatamiz. Mana ko'rib turganinglardek сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga 100% plusga yopildi. Bir marta aytib o'tganimdek, mana shu liniyani bozor tepaga ozgina proboy qildi, o'shandan keyin impuls bilan pastga qarab tushib ketdi, faqat soyasini qoldirdi. Chunki bu yerda yaxshi уровень bor edi. Mana shu liniyaga kelganda biz o'zi aslında $20 minus qilsak 45 yoki $50lik сделка ochardik. Bu safar $60lik ochdik, chunki o'zimizga uverendik. Mana shu liniyaga kelganda bizga bozor yaxshigina yurib berishi mumkin edi. Kelinglar, bu valyutni parada endi ko'p qolib ketmaymiz. Boshqa valyutni paralardagi holatni ham ko'rib chiqamiz. Keyingi valyutni paraga o'tsak, mana bu yerda ham уровень сопротивлениyaga qarab bozor ketyapti. Sizlarga hozir уровеньlarni chizib ko'rsataman. Mana shunaqa bugun bozor уровеньlarni yaxshi chek qilib beryapti. Demak, ko'rib turganinglardek soyasi tegan va soyasi tegandan keyin bozor yana pastga qarab tushib ketishni boshlayapti. Demak, kelinglar, yana bir marta bozor mana shunga yaqinlashgandan keyin biz pastga qarab сделка ochib qo'yishimiz mumkin. Bu liniyani buzib mana keyingi уровень сопротивлениягagacha ham yurib qolishi mumkin. Demak, ko'rib turganinglardek soya qoldiryapti bozor. Biz 1 daqiqaga shu odam сделкаga kirib qo'ysak ham bo'ladi. Chunki bozor unaqa katta yurib bera olmayapti. O'shaning uchun biz tezroq pastga qarab сделкаga kirib qo'ydik. Katta impuls bilan bozor pastga tushib ketmasidan oldin. Demak, bozor holatini yaqinlashtiramiz. сделка bo'limini ochib, videoni tezlashtirib, natijani kuzatamiz. Mana сделкamiz yopilishiga 5 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga minusga yopilib berdi. Kelinglar, endi biz $70 ga yana bir marta pastga qarab сделка ochib qo'ymoqchi edik. Hozir bozor impuls bilan tushib ketib qoldi. Oxirgi soniyada bizning сделкamizni plusga yopishi mumkin edi. Agar yana 1 soniya biz kechroq ochganimizda сделкamizni, demak, ko'rib turganinglarda yana impuls bilan yurib ketdi. Bu mana bundan oldingi maksimumni chek qildi bozor, uni buzib o'tdi, likvidnesslarni oldi. Endi pastga qarab yurishni boshlash kerak. Demak, mana bizning
oxirgi maksimumimizda hozir bozor mana mana shu maksimumni buzib o'tdi, ko'rib turganingizdek. Tanasi bilan buzib bizga likvidnesslarni oldi. Mana endi bemalol pastga qarab bozor harakatlansa bo'ladi. Demak, bu yerdan yana biz bitta сделка ochib qo'ymoqchi edik, lekin ulgurmadik. Keyingi сделкamiz liniyasiga qarab kelyapti bozor. Agar yana bitta mana shu liniyaga qaytib qolsa, biz bemalol pastga qarab yana сделка ochib qo'yishimiz mumkin. Demak, bizning сделкamiz yopilishiga ko'rib turganingizdek 12 soniya qoldi va bozor bizga impuls bilan yur berishni boshladi. Hozir bu сделкamizni plusga yopishi mumkin, lekin ko'rib turganingizdek oxirgi soniyalarda bozor yana tepaga qarab yurishni boshlayapti. Demak, oxirgi 10 soniya qolganda bozor tepaga qarab yurishni boshlayapti, pastga qarab katta soya qoldirdi. Demak, hop bu yerda bridge, ya'ni ayiqlarni kuchi baland kelyapti. Hozir mana shu odam bizga bitta сделка ochib qo'ysak bo'ladi, chunki bizga molot svichasini qoldirdi. Mana shunaqa svichadan keyin ko'pincha bozor strukturasini o'zgartiradi. Biz 1 daqiqadan 2 marta pastga qarab сделка ochib qo'ydik, chunki mana bu svicha bizga ko'p narsalarga darak beradi. O'sha svichaga ishongan holda biz pastga qarab сделка ochdik va bu yerda ham molot svichasi bo'lgan, lekin bundan keyin bozor pastga qarab yurmagan, lekin bundan keyin hozir bizga 70-80% bozor pastga qarab yur berishi kerak. Hozir bizda yaxshi holat, bozor uncha tepaga qarab impuls bilan yur bera olmayapti. Yana bitta сделка ochmoqchi edik, lekin bozor pastga qarab yurib ketdi. Mana shunaqa tepalarda biz bemalol pastga qarab сделкаlar ochib qo'ysak bo'ladi. Nega biz mana shunaqa maksimal summalar bilan ochyapmiz? Chunki hozir bozor bizga yaxshigina pastga qarab yur beradi. Yana bitta vabank qilib ochmoqchi edim, lekin ko'rib turganingizdek bozor impuls bilan pastga qarab yurib ketdi. Demak, bu сделкаlarimiz bizga plusga yopilib berishi kerak. Birinchi сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va u сделкamiz bizga plusga yopildi. Hozir hamma сделкamiz bizga plusga yopilib bersa, biz yaxshigina foydaga chiqib olishimiz mumkin. Demak, ikkinchi сделкamiz ham bizga plusga yopilib berdi. Do'li sekundlar qolganda minusga yopilishiga. Chunki bozor impuls bilan bizga yur berdi. Demak, yaqinlashtiramiz bozor holatini. Keyingi сделкаlarimiz yopilishiga 20 sekunddan vaqt qoldi o'rtacha va bizning balansimizda $8 bo'ldi. Demak, biz mana aytib o'tganimdek mana shu svichaga ishonib pastga qarab сделка ochdik. Undan keyin bozor tepaga yurib berdi va ko'rib turganingizdek soya qoldirib, baribir impuls bilan pastga qarab tushib berdi. Bizning 3-сделкamiz ham plusga yopildi va bizning balansimiz уже yaxshigina plusga kirdi va ko'rib turganingizdek 4-сделкamiz ham bizga plusga yopilib berdi. Xuddi shunaqa sizlarga ham tavsiya etaman, qanaqadir indikator yoki strategiyaga ishonib qolmanglar, shunchaki bozor holatiga qarab sizlarga сделкаga kirishinglarni tavsiya etaman. Demak, bizning videoni boshida balansimizda 8 qancha dirham dollar pul bor edi, ko'rib turganingizdek, uverенный сделкаlar ochib, bugungi videoda biz balansimizni $1403 gacha olib chiqdik. Ronda nech pul foyda qilganimizni kommentariyada yozib qoldiringlar agar qiziq bo'lsa. Agar shunaqa targovli sessiyalar va psixologiyalar sizlarga qiziq bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Tez-tez mana shunaqa video obzorlar chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.